Bir ko'rinishimiz bunda bir savol so'rab. Ota-onam mening ismimni Abdurasul qo'yibdi ekan. Lekin men bunday ism qo'yishga bo'lmaydiganligini endi bildim. Bu ismni qat'iy o'zgartirib o'tishim kerakmi? Yoki ota-onamga azor bo'lib qolmaslik uchun bu ismga ko'nglimda norozi bo'lib yuraversam bo'lamdi? Musulmonning ismi e'tiqodiga uyg'un bo'lishi kerak. Az bir qism olimlar bu ism payg'ambarning xizmatchisi degan ma'noda deb qarasak bo'ladi degan bo'lsa-mu, Abdurasul, Abdunabiy degan ismning ma'nosi payg'ambarning quli degan ma'nosi bo'lg'achqa ko'pchilik olimlar bu ismni qo'yishni harom deb cheklagan. Buning asosan Allohdan g'ayrining quli degan mazmundagi ismlarni qo'yish harom bo'ladi. Shunga bu ismni boshqa bir muvofiq ismga almashtirib o'tish kerak. Rasmiyat jihatdan kimlik bilan nopus ko'tikida almashtirib bo'lmasa, urug' tuqqanlar, tunishlar orasida boshqa bir ism ishlatib tursa bo'ladi. Umuman Abdunabiy, Abdurasul, Abduxidil degandek ismlar islomda cheklanadi. Abdurabbi Rasul, Abdurabbi Nabiy, Abdurabbi Halil deb o'zgarsa, ma'no to'g'ri bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvoning texmi tafsiloti, aloqador dalil va izohatlar uchun Sajia to'rga murojaat qiling.